Assalomu alaykum fermer akalar. Bugungi obzorda 90 hamda 180 ot kuchli traktorlar. To'rt portion 90 ot kuchi, konditsioner, revers, zamonaviy traktorda nima jihoz bo'lsa, hamma narsa bilan jihozlangan traktor hisoblanadi. Og'irligi 3 tonna 960 kg. Narxiga keladigan bo'lsa, birato'la narxini aytib o'tib ketaman. Narxi $24,500 edi. Agar olish niyati bo'lsa, xudo xolasa 22,500 qilib beramiz. $2,000 chegirma qilib beramiz. 6 silindrli, 180 ot kuchli injektor motor bilan jihozlangan Shandong Shifeng, ya'ni 1804 180 ot kuchli. Salon qismida o'sha zamonaviy traktorda monitor deysizlarmi, zadniy kamera deysizlarmi, revers, tashbaqa quyon hamma narsa bilan jihozlangan. Buni ko'proq katta fermer akalarimizga taklif qilamiz. Traktorimizning og'irligi salkam 8 tonna. Narxiga kelganda narxi 520 million so'm. 180 ot kuchli traktorni 520 million so'mga O'zbekiston bo'yicha hech qayerda topa olmaysizlar. Faqat bizda. Shu ikki traktor haqida to'liq obzor ko'rish uchun Chimgan O'zbekiston YouTube kanalimizga o'tinglar va bemalol o'zingizlar kerakli ma'lumotlarni olinglar. Kimga shu traktorlar qiziq bo'lsa, pastdagi quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar va o'zingizlarga kerakli ma'lumotlarni olinglar. Chimgan O'zbekiston, hosilingiz kafolat.